Ana bu kelgan bedanamiz Italiyadan keltirilgan. Boshqacha bedana bular. Endi ancha sayroq tomonlama ham, lekin o'zini yirikligi, savlati, sayroqlarni eshityapsizlar. Pashli biz bedanalar eshitilmaydi. Bular sayragan paytda biz bedanalar jim bo'ladi. Endi hali zo'ri 1000 ta bo'lsa, 1000 taning ichidan bitta ham ajraydi. Zo'rlar. Rangi, ko'rinishi anchalar farq qiladi bizdan. Lekin sayroviga 10 barobar, 20 barobar kuchli. Ya sal bugün kelmasmi? İtalya'da kelgan. Bona, palma bo'lmadi. Xo'p, qani kana bo'ladi. Sizlar parda qilib olmasa, bedini ham parda qilsin o'ziga. Hamma bedalarimiz mana shu ilinadi. Bu yerdan ajratiladi. Sayroqlar yo'nalishi bo'yicha ajratib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin qilib 12 ta o'rinimiz bor. Shunaqa qilib 4 ta nominatsiya bo'ladi. Eng oliylari 3 ta, keyin yo'nalishlar bor. Salmoq, tatalloq, tez tatalloqlar. Ashular yo'nalishlar bo'yicha ajratamiz. Keyin sovg'alari bor, oshimiz bor, ehsonimiz shunaqa qilib o'tkazamiz mana shu yerda saylni. Hozir har bitta odamning endi 3 ta, 4 ta shunaqa keladi bedanasi. Undan tashqari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, qo'shni respublikalardan kelgan o'zimizda 12 ta viloyat hammasi mana shu yerda. Xudo xolasa. Hammasi mana shu yerda yig'ilib, saylni o'tkazib, oshlarni yeb, hammasi xursand. Biz ham boshqa joylarga boramiz, xuddi shunaqa. Har yil bo'ladigan narsa. Vaqt kelsa 1 yilda 3 marta yo 4 marta bo'ladi. Boshqaligi respublikalarda ham, keyin boshqa viloyatlarda ham shunaqa qilib bir qator bunday aylanib hozir yana ko'rsatamiz, tanishtirib. Sayroqlar yo'nalishi bo'yicha yuboring aka. Endi bu yerda har xil sayroqlarimiz bor. O'rtacha sayroqlar bor, hali oliy sayroqlar mana Italiyadan kelgan bedanalarimiz bor. Italiyadan o'zi. Endi bu o'zimizni ko'proq mesni, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston shunaqa bedanalar bor. Hozir Italiyadan bedana kelgan, uni ham ko'rsatamiz. Yuboringmi? Chekka boring, chekka. Sağlığı varsa bir qator oldu. Ha, bo'ldi. Mana shu bedanalarimiz Italiyadan keltirilgan, yaqinda kelgan bedanalar. Bular endi eng zo'r bedanalar hozirda O'zbekistonda. Hamma tomonlama. Ovozdan ham, sayroq yo'nalishiga ham hamma tomonlama eng zo'rlari shular hisoblanadi bizdagi, ha. O'zimiz xalq tilida endi yugurtma deyiladi. Shunaqa eng yaxshilari. Bularda endi tez tatallog'i ham bor, tatallog'i ham bor. Shunaqa nomlanadi o'zimizni bedanavozlar tilida. Shunaqa nomlanadi har xil. Endi ichida haligi to'la salmog'i ham bo'ladi. Lekin bizdagi bedanalarni ancha 5-6 barobar kuchli ovozi. Juda zo'r, xudo xolasa. Mashgullarni endi qani bir hali makonlariga qo'shib, o'zini urg'ochilariga qo'shib turib, ko'paytirib, shuni harakatidamiz. Rezultat xudo xolasa yana yilga bilinadi-da. Mana bu kelgan bedanamiz Italiyadan keltirilgan. Boshqacha bedana bular. Endi ancha sayroq tomonlama ham, lekin o'zini yirikligi, savlati, rangi, ko'rinishi anchalar farq qiladi bizdan. Lekin sayroviga 10 barobar, 20 barobar kuchli. Sayroqlarni eshityapsizlar. Pashli biz bedanalar eshitilmaydi. Bular sayragan paytda biz bedanalar jim bo'ladi. Endi hali zo'ri 1000 ta bo'lsa, 1000 taning ichidan bitta ham ajraydi. Zo'rlar. Tashqariga chiqib ishlagan yo'qolmasdan bekki bo'ladi.
Assalomu alaykum. Bu bedanavozlar bilan shu bedan orqali aloqa qilamiz. O'zimiz gruppalarimiz bor, bedana gruppalari Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda shu bedanavozlar bilan ana shu bedan orqali aloqa gaplashib turamiz. Saylar bo'lib turadi. O'tgan yil biz Qirg'izistonda sayl qildik. Toshkentda sayl bo'lgan. Qo'qonda sayl. Endi Qozog'istonda saylar qatnashib shu aka-uka qadrdonlar shuni yaqinlashib qolganmiz, aloqa qilib turamiz. Bordi keldi qilib turamiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston shu bedan orqali. Endi bu saylga Qirg'izistondan 4 ta bedan olib keldik. Aka-ukalar bilan nima qilib. Shu endi yaxshi niyat bilan kelganmiz. 3 ta o'rin bor. Shu o'rinlardan bittasini olish niyatimiz bor aka-ukalar bilan shu. Sudyalar tayinlanadi. O'sha o'rinda hammaning oldida maslahat qilib aytiladi, qaysi nominatsiya berilishi. Buni hozir biz bir narsa deya olmaymiz. Hozir ko'pchilik aytadi uni. Nominatsiya. Sayrog', bularning sayrog'i bor. O'zining sayrog'iga qaraydi. Ohangi bor. Artistlar, bedanalar ham o'zimizni artistlarga o'xshagan. Mana shu ohangi bor bularda ham. O'sha ohangiga qarab turib o'rin beriladi. Biz Tojikistondan uzoq yillardan beri shu O'zbekistonga, Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qonga sayrga kelib turaman. Mana shu bedona bahona qilib, aka-ukalar bilan, yoru do'st bilan kelib sherka aylanib tomosha qilib ketamiz xudo xolasa. Shunga bir aylanib keldik Tojikistondan, Xo'jand shahridan. Shu asnovnoy bu bedona nima sabab bo'ladi? Birlash teredida endi biz bir-birimizga aka-uka bo'lib, og'ayni bo'lib shu birlashgan endi shunga ishqiboz biz. Shu bedona haqida, boshqa qushlar haqida o'zimiz aka-uka bir yotib, bir gaplashib hangoma qilib ketamiz. Mana bedana ishqibozlar hammasi bedanalarni olib ilishib mana urishyapti. O'zimiz ham olib keldik mana kechani endi unda olasa. Ustozlar ko'rdik, gaplashdik, kerakli maslahatlar, tajriba almashib xudo xolasa. Mana har yilda bir 4 marta, 5 marta bo'lib o'tadigan bu saylimiz hamma yaxshi bedanalarni olib chiqib, sayratib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'ringa qo'yib, chiroyli qilib o'tkazib ketamiz. Toshkent shahridan kelgan mehmonlar bir ko'rni kelishib, joylashib, bedanalarni moslashtirib ob-havoga uzoqdan kelganlar mana bemalol bir ko'rni kelishib, chiroyli tadbir o'tkazishyapti kechqurunlari. Yerga borib bitirib oling. Saylni qilishdan maqsad biza Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ukalarimizni hammasini shu saylga yig'ib, bir-birimizdan mehr-oqibat yig'il qochmasin deb takbir o'tkazyapmiz. Bedanani boqishda endi to'qovaga solgandan keyin dona suviga qarab turishni, vaqtida suvni berishni,
vaqtida ovqatini berishni o'rgatamiz. Bedanam lekin kechasi chiroqda turadi. Shular hammasini shu ukalarimizga o'rgatamiz. Ota-bobolarimiz 10 ta 15 ta bo'lib choyxonada o'tirishardi. Ikkita bedana, uchta bedana olib kelib eshitib, o'zligi tarqab ketishardi. Hozir mana qarang, bu yerda 400 ta, 500 ta odam keladi. Hammasi bir-birimizni taniymiz. Qozog'istondan keladi, Qirg'iziston, Tojikiston, hammasi mana yonimizda Tojikiston ukamiz turibdilar. Bizni tanimasdi. Mana shu Xudo taolo bizga nasib qilgan ekan, mana shu bedana orqasida bularni tanishtirdi. Bir-birimiz bilan bordi-ketdi qiladigan bo'lib ketdi. Endi bedananing har xil ovozi bordi. Tatalbo to'lasi bo'ladi, salmoni to'lasi bo'ladi, ildamni bo'ladi. Ana o'shani ohangiga qarab boqiladi-da, bir xil yoshlar bir xillari ildamga ishqivoz, bir xillar tataldoga ishqivoz. Masalan, bir xillar salmo to'lasiga ishqivoz. Mana hozir Italiya bedanalariga ishqivoz bo'lib qolganmiz. Mana Italiya bedanalarni Italiyadan olib keldi, shuni eshitdilar. Shuni Hurmatli mehmonlar, Andijonimizga avvalambor butun respublika qo'shni davlatlarimizdan kelgan mehmonlar xush kelibsizlar. Bugungi kun bedana, yovvoyi sayroqi bedanalar sayli. Bu urf-u odatlarimiz, ota-bobolarimizdan mana shu vaqtga davr bo'lib kelgan. Hozirda endi biz shu ota-bobolarning zurriyotlari shu urf-u odatlarimizni, sayillarimizni davom ettirish niyatida shu mehmonlarni shu joyga Bobur bog'iga to'pladik. Bobur bog'ini rahbariyati tomonidan homiylik qilib, mana bizga shunday bir dasturxonlar yozib, shu sayroqi bedanalar ishqibozlarini Andijonimizni qadrini ko'tarib, mana mehmonlarimizni yaxshi kutib oldik. Xudoga shukr, mana chiroyli bo'lib, mana bedanalarimiz sayrayapti. Kundan kunga mana yurtimiz ham yashnab boryapti. Alloh Parvardigori hammamiz osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Qovoqlarni mana ekib o'zimiz yetishtiramiz xonadonimizda. Shunaqa qilib to'qib mana olib chiqamiz. Sayillarga olib chiqamiz, bozorlarga olib chiqamiz. Bunaqa naqsh o'ydirib ham nima qilamiz mana. Naqsh o'yilganlari ham bor. Bir yillik bular. Bir yilda pishib yetiladi. Quritamiz, to'qiymiz. Shunaqa qilib olib chiqamiz mana. Alohida zakazdan qo'shadimi, sizga qayerlarda zakazlar bularni? Qilishadi endi zakazlar. Alohida Andijon mana shu Namanganliklar ham zakaz qilishadi. Olib chiqib shunaqa to'qib beringlar deb zakaz qilib olib kelib berishadi. Butun qovoqlar biz kesib, buni mana o'lchab, netib kesib, laklab, chiroyli qilib, suv shimimaydigan qilib to'qib beramiz. Necha turadi bitta qancha foydalanadi endi? Endi har xil endi. Kelishilgan holatda endi. Bu ishga qarabda endi buni. Buni ham o'zini alayda qo'llarda figuralari bor. Katta narsaga qarab. Qancha vaqt ketadi tayyorlagan bitta? Endi bitta to'qish uchun 1,5 kun vaqt ketadi. Bitta setkasini qilish uchun buni. Marg'ilondanman. Shu ish bilan shug'ullanishni boshladim. Xalq amaliyotini naqsh. Buni yetishtiramiz, o'zimiz ekamiz, pishiramiz, keyin quritamiz. Ana chizamiz bunga, chizib mayda skanalarda o'yamiz, lok beramiz. Ancha mehnati bor. Odamlar xursand bo'lsin deb ko'z ochildi. Bu yog'ochdan qiyinmi, osonmi bunga naqsh solish? Bu qiyin bu yog'ochdan qiyin. Bu hali nima basta? To'rtburchak bas bu tumalaq, bu naqsh chizish qiyin bunga. Nihoyatda mayda skanalar bilan ishlov beriladi bunga. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Bu 2 kun, 3 kun vaqt ketadi bunga. Qancha? 3 kun vaqt ketadi. 3 kun.
Assalomu alaykum avvalambor bizni Andijon shahar Bobur xalqaro jamoat fondiga qarashli Zaharda Muhammad Bobur milliy istirohat bog'iga xush kelibsizlar. Mana bugun avvalgi qanday desak bo'ladi, oldingi qadimiy milliylarimizni tiklash maqsadida har yili masalan 3 yildan beri shunaqa ko'riklar, shu qushlar ko'riklari, kaptar ko'riklari, sayrlari mana bu yil xudo xolasa mana bog'imizda tashkillashtirdik. Shuni bedana sayri tashkillashtirdik. Mana ko'rib turibsizlar. Bog'imizda o'zi Andijon vodiyda o'tib turadi bedana sayr. Biz shuni tashkillashtirib, yana haligi erta bahorda lola sayr bo'ladi. Shuni singari bedana sayrda o'zi bog'imizga tashkillashtirdik shuni. Shu Bobur fondi rahbariyat tomonidan shu homiylik evaziga shu bog'imizda sayr uyushtirdik. Bedana sayr uyushtirdik. Xudo xolasa birinchi yili, shu yili birinchi marta bo'lyapti sayrimiz. Xudo xolasa har yili shu erta bahorda Navro'zi singari sayrni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bizda kelgan mehmonlarga qanday sharoit yaratish bizni zimmamizda. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, respublikamizda, nafaqat respublikamizda, qo'shni davlatlarda ham Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'ylab mehmonlar kelgan. Biz juda xursandmiz shu vodiyimizni hamda Bobur bobomizni ziyorat qilib, bedana sayriga kelganlariga, bedana sayri shunday tashkillashtirib, shunday rivojlanganiga biz shunday xursandmiz. Yana ham buni rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Oyda aka. Assalomu alaykum. Ata beraymi? Ata. Yo'q, ko'ryapman. Turing. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Hamma o'z joyiga. Assalomu alaykum.
Bir iki günde mallar soyuyor, uyday mallar. Etla veramiz. Hozir sharoitga qaraychilik, sodani ko'raylik. Biz o'raman deyapti bu ya. Yo'q. Bo'laveradi. Xudo xolasa. Bu bugun ko'raylik.